Audio Jungle. Audio Jungle. I wouldn't make
Assalomu alaykum mehrdaryo onajonlar, mehnatsevar otajonlar. Salom bermoq bizlardandir, alik olmoq sizlardandir. Tantana to'ydir bu kun, chalinsin kuylar bugun. To'y qilganlar qolmasin, qo'lni beldan olmasin. To'ylar o'tsin juda soz, sozlar bo'lsin jur ovoz. Assalomu alaykum yoshlar ulug', qadamlari qutlug'. Duolari doimo yaratganning dargohiga mustajob bo'lgisi, qadri baland nuroniy otaxonlar. Assalomu alaykum pir badavlar, nodir g'animat onajonlar. Assalomu alaykum bugungi to'yimizning aziz qatnashchilari. Mana bu kun barchangizga ma'lum go'zal maydonda mitrabimizda Musoyib Orol akamizning xonadonida, Omonkul opamizning xonadonida katta to'y tantana Orol akamiz o'zining sevimli jonining boshiniga qilmoqda. Shunday ekan, mana bugungi to'yimizning eng asosiy sababchilari davramizning to'rida shohona sahnalardan joy olgan va bu dunyoning oila deb atalmish qasri sari intilgan, bugun esa uning ostonasida turgan kuyovlarimiz Ramazon kinoyimiz Azodaxon. Sizlarni bugungi misol oqshomlaringiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Hayotda sizlar shunday bir baxtli bo'ling, baxtdan qochib omadga qoqiling. Quvonchga suyanib turib, shodlik sumoqlarida yuring. Charchaganda mehr chashmasidan, omad oriqlaridan suv ichib, hayot yo'llarini xushnud davom eting. Sizlarning hayotda qadringiz nonday aziz, qalbingiz qonday nafis, qaddingiz ko'kdan tog'dek baland bo'lsin. Hurmatingiz bo'lsin tog'dek, ko'nglingiz sof bo'lsin qordek, umringiz uzoq, qalbingiz esa tiniq bo'lsin buloqdek. Avval Xudo yosh bersin, xazon to'la osh bersin, ketmas rizqi baraka, yostiq to'la bosh bersin. Yana bir bor Musoyiblarning xonadoniga bugungi to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Orol aka bilan Omonkul opamizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Har doim mana shu farzandlarning baxtiga omon bo'lsinlar, bosh bo'lib nabira chevaralar suyib 100 yoshlarga kirib yurish baxti nasib bo'lsa bularga nasib aylasin deb qolamiz. Baxtning gullariga ko'milib yashang, sevgi sharobiga cho'milib yashang. Hayotda hech ko'rmang qayg'uniligin, sevib yashang, mudom sevilib yashang. Azizlar, barchangiz yana bir bor bugungi to'yimizga xush kelibsizlar. Bosib kelgan qadamlaringizga hasonat deymiz. Endi bo'lsa mana bugungi to'yimizni davramizda chiroyli qilib ochib yechib so'zni hurmatli mehmonlarimizdan Abdushukur bobosini hurmat bilan davramizga chorlaymiz. Keling. Marhamat. Assalomu alaykum uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun Musoyiblar oilasida katta to'y tantana. Buning sababkorlari Azoda kelinimiz bilan Ramazon nevaramizning vaqt to'yida o'tirdi. Ularning umri uzoq, vaqtli mashg'ulot bo'lishiga tilab qolamiz. Ularga uzoq umr, jon sog'lik, baxtlilik tilaymiz. So'z berganlarimiz uchun rahmat. To'yda ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat so'zlarimiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi to'yimizni chiroyli qilib ochib berganingiz uchun sizga ham sihat, salomatlik tilaymiz. Ramazon kuyovlarimizdan iltimos qilamiz Ozodaxonning oylik yuzlarini ochib qo'yishlarini. Marhamat. Kuyovlar, yana bir bor sizlarni bugungi misol oqshomingiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Mustaqil hayotga bosayotgan qadamlaringiz ilohim mustahkam bo'lsin. Hayotingiz buloq suvday toza, tuyg'ularingiz tog' havosidek beg'ubor bo'lsin. Baxt, quvonch har doim sizlarga yor bo'lsin. Azizlar, barchangiz yana bir bor xush kelibsizlar. Mana bezatilgan dasturxondagi noz ne'matlardan, tansiq taomlardan tortinmasdan yeb ichib azizlar ko'ngil ochib o'tiringizlar. Sizlarning xizmatingizda san'atkorlarimizdan Parda akamiz hamda Abdulla ukamiz, operator Anvar ukamiz, kamerachilar va men sizlarning xizmatingizdamiz. Shunday qilib barchangizga yaxshi kayfiyatlar to'yimizga boshlaymiz, navbatni san'atkorlarga beramiz. Marhamat.
Sarkacak artık.